Mana Karimbekni oldida ko'rlar va ko'zi ojizlar uchun znak. Nima deysizlar, mana shunaqa znaklarni ko'paytirish kerakmi? Ko'p haydovchilar ko'rmay qoladi, sababi daraxt shoxlarini orqasida qolib ketgan. Bilgan haydovchilar orqadan kelib signal chalib tashlagan. Urishganlar nechta shaharda ichida. Shularni hisobga olib, shu znaklarni ko'paytirish kerakmi deb o'ylab qoldim. Shu videoni ko'proq tarqatib, repost qilib bersanglar, balkim tegishli joylarga yetib borsa, bir o'ylab ko'rishar. O'sha hamma kichkina bu qo'yilgan znaklarni o'rniga mana shunaqa katta-katta qilib joylashtirsa, balkim yaxshi bo'lar. Ko'proq tarqatsanglar, kerakli odamlarga yetib boradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.